2019-yil 20-sentyabrda 51-zona shturmi boshlandi. Qanaqa shturm desangiz, bir necha ming odam yig'ilib, kulgili kostyumlarni kiyib, devor yonida bazm jamshid uyushtirishdi. Ulardan 3tasi devorning narigi tarafiga o'tishga urinishdi va qo'riqlash xizmati tarafidan qo'lga olindi. Lekin Naruto oxirigacha kurashdi. Lekin men ishonamanki, bu yerdagilarning hammasi uchun ham hazil emas edi. Ko'pchiligi u yerda o'zga sayyoraliklarni ko'ramiz deb o'ylashgandi. Nima, rostdan ham ko'rib qolsakchi? Boshi va ko'zlari kap-katta yashil odamlar. Oxirgi 50 yillikda ularni shunday tasavvur qilishadi. Hammasi Ikkinchi jahon urushidan keyin boshlandi. Shu paytlar reaktiv samolyotlar ishlab chiqarila boshlagan edi. Odamlar oyga uchganida esa va unga qadam bosganlarida odamlarning boshi aylanib qoldi. Agar biz oyga uchib bora olsak, demak, boshqa oylardan ham bizga kimlardir uchib kelishi mumkin-ku. Shunaqa emasmi? Odamlar o'zga sayyoraliklarni oldindan ko'rishgan, lekin ularni boshqacha atashardi. Farishta, shayton, jin, sukkub, ularning hammasi uchadi, yarqiraydi, odamlar bilan kontakt qilishni yaxshi ko'rishadi va hatto ularni o'zlari bilan olib ham ketishadi. Lekin nimagadir ularning hammasi odamga o'xshab tasvirlanadi. Nima uchun boshqa sayyoralarda ham evolyutsiya bizdagi yerdagiga o'xshab ishlaydi degan yechimga kelganmiz va boshqa dunyolarda ham hayot mavjud bo'lishi mumkinmi? Hozir sizlar yerdagi hayot nimalardan qurilgan? Enseladagi muz ostida kim yashashi mumkin? Uglerod shovinizmi degani o'zi nima va u qanday qilib ammiak va kremniyga qarshi tura oladi? Va yana qanday qilib sayyoramizni tark etmasdan turib bizga o'xshagan hayot bor yo'qligini aniqlash mumkin? Shu savollarning hammasiga bu videoda javob olasiz. O'ylab ko'ring, siz o'zga sayyoralikni dorixonadan sotib olishingiz mumkin desam, nima deysiz? Tanishing. Glitsin. Hayot paydo bo'lishi uchun eng muhim aminokislota va u deyarli hamma oqsillarning tarkibiga kiradi va uni yesa bo'ladi. 2015-yili Rosetta apparati Cheryumov-Gerasimenko kometasining gazli bulutlarida glitsinni aniqladi. 2019-yilda esa Vilda kometasining dumida aniqlandi. Bu yerdagi hayot kometalar yordamida paydo bo'lgan deb hisoblovchi panspermiya tarafdorlarining hisobiga yana bitta ochko. Kometa kuryer, kometa ota, kometa ona. Ular hatto spermatozoidlarga o'xshab ketadi. Shunday emasmi? Albatta, hazil bilan, lekin boshqa sayyoralarda hayot bo'lishi mumkinligini o'rganuvchi ilm mavjud. Astrobiologiya. Astrobiologlar teleskopga nazar tashlashdan oldin ekstremofillarni o'rganish uchun oyoqlari tagiga qarashadi. Bu mittivoylar eng dahshatli sharoitlarda ham yashab qolishi mumkin. Ular -200 gradusdan 100 gradusgacha bo'lgan temperaturada yashay oladilar. Helicobacter pylori bakteriyalari oshqozonimizdagi tuzli kislotada bemalol yashay oladilar. Sianobakteriya bo'lgan glekopsa esa ochiq kosmosdan ham qo'rqmaydi. Bakteriya kosmonavtlar, aynan shu mittivoylar hayot chegarasini belgilashadi. Oyga zo'rg'a yetib borgan siz bilan biz emas. Biz aniqini bilmaymiz, lekin astrobiologlarning fikricha, Yupiter sayyorasining yo'ldoshi bo'lgan Yevropada ularning yashashi uchun eng qulay sharoit mavjud. Qalin muz qobig'i ostida tuzli suv okeani mavjud. Muzlar uni meteorit va radiatsiyadan himoyalaydi. Yupiter esa o'zining gravitatsiyasi bilan cho'zish va siqish natijasida uni ichkaridan qizdiradi. Bu bakteriyalar kimyoviy reaksiya orqali yashashadi va ularga quyosh nurlari shart emas. Boshqa talaban bu Enselad, Saturn sayyorasining yo'ldoshi. Uning ostida ammiak formasidagi azot va suyuq suvdan tashkil topgan uglevodli sho'rva mavjud. Ya'ni hayotning asosiy ingredienti bo'lgan asosiy elementlar. To'g'risi, u yerda suv oqartiruvchi bilan bir xil darajada ishg'ol. Lekin yerda ham bunaqa sharoitda yashaydigan zamburug'lar va suv o'tlari mavjud. Xo'p, boshqa koinotning boshqa yerlarida-chi? Bitta samon yo'lining o'zida 50 milliarddan ortiq sayyora mavjud. Ulardan 50 millioni
yashash uchun qulay bo'lishi mumkin va ular Zlatovlaski zonasi deb nomlangan zonada joylashgan. Kosmosning bu zonasi juda sovuq ham, juda issiq ham emas va bosim suvning suyuq holatida saqlanishini ta'minlaydi. Yaqin orada astronomlar TRAPPIST-1 sistemasini topdilar. U yerda birdaniga 3 egzoplaneta yashash zonasida joylashgan. Lekin nimaga biz bu yerda ham hayot yerdagi molekulalar asosida tashkil topgan deb hisoblaymiz va nima uchun ularning tanasi va metabolizmi bizdagi yerdagilarga o'xshash bo'lishi kerak? Hozir tushuntirib beraman. Yerdagi hayot bakteriyadan to odamgacha ugleroddan tashkil topgan. U xohlagan narsani yasasa bo'ladigan konstruktor, uzun zanjirlar, tarmoqlangan tuzilmalar va hatto yumaloq shaklda. Ular aminokislotalar va oqsillarga birikib, daraxt po'stlog'i, miya neyronlari va oddiy bakteriyalarga aylanishlari mumkin. Shu tariqa bizning uglerodli hayotimiz tuzilgan. Sodda qilib aytganda, chiroylisanmi yo urod, baribir sen uglerod. O'simliklar energiyani quyoshdan oladi. Fotosintez protsessi orqali kislorod ishlab chiqaradi. Suv va karbonat angidridi gazidan esa shakar ishlab chiqaradi. Ular bilan o'txo'r hayvonlar oziqlanadi va ular bilan esa yirtqich hayvonlar. Shu tariqa energiya oziqa zanjiri orqali tepaga qarab ketadi. Bu barcha jonivorlar, bakteriyalar, o'simliklar, o'txo'rlar, hayvonlar, men, mushuk va hatto Amir Temur haykali ham ugleroddan tashkil topgan. Shuning uchun ham odamlar o'zga sayyoraliklar ham ugleroddan tashkil topgan deb o'ylashadi. Bu uglerod shovinizmi. Ya'ni qachondir ugleroddan tashkil topgan jonzotlar bilan kremniydan tashkil topgan jonzotlar orasida jang bo'lishi mumkin. Bu jang darsliklarda uglevodorodo kremniyli samoviy jangi deb ataladi. Nimaga men birdaniga kremniy haqida o'ylab qoldim? Balkim uning hurmatiga silikonli vodiy atamasi berilgani uchundir. Yo'q. Balki yer yuzidagi hamma protsessorlar kremniydan yasalgani uchundir. Yo'q. Kremniy uglerodli hayotning koinotdagi eng asosiy raqobatchisi. Ya'ni sun'iy intellekt yaratishda qo'llaniladigan protsessorlar hayotning eng asosiy raqobatchisi. Bu sizga hech nimani eslatmayaptimi? Bu hozir faqat fantastikani sevuvchilar uchun yoqishi mumkin. Sababi fantastlar o'zi shunaqa. Axir men aytgandim, nima uchun sun'iy intellektga jon kirdi? Sababi u kremniydan yasalgan. Ularni uglerodli jonzotlar yaratgan, ular esa o'z yaratuvchisiga qarshi chiqdi. Bu sizga hech nimani eslatmayaptimi? Lekin uning uglerodning eng asosiy raqobatchiligiga ishonmaysizmi? Kimiklar aldashmaydi. Mendeleyev jadvalida u uglerodning pastida joylashgan. Demak, ularning tarkiblari o'xshash. Diatomali jonzotlarning qobiqlari dioksid kremniydan tashkil topgan. Radiolyariya jonzotining esa skeleti. Lekin to'g'risini aytadigan bo'lsam, kremniyli hayot juda g'alati bo'lishi kerak. Bunaqa jonzotlar kisloroddan nafas olib, nafasni dioksid kremniy qilib chiqarishlari kerak. Mana bunaqa narsalar. Juda noqulay bo'lsa kerak, lekin bularning bari 1000 darajali haroratda ham ishlaydi. Aytgandek, shu joy o'zida birdaniga kremniyni va uglerodni jamlagan va uning tomirlarida qon o'rniga kislota oqadi. Perfect organism. Bu kakamber pishlog'i va uning hidi qishloqdagi hojatxonaning hidiga o'xshaydi. Yo'q, rost aytyapman. Xohlagan zapravkadagi hojatxonaga kirib ko'ring, xuddi shunaqa hid kelyapti. Lekin mazasi boshqacha. Bu ammiyakning hidi. U va azotning boshqa birikmalari bilan uglerod birikishi orqali hayotning asosiy birikmasiga aylanishi mumkin. Azot birikmasi kuchli bosim ostida har xil konstruktorlar yig'sa bo'ladigan ko'plab formalarni hosil qiladi. Ammiak esa suv o'rnini bosadi. Tasavvur qiling, ammiyakdan tashkil topgan okeanlar va ularning hammasida hojatxona hidi keladi. Bu fantastlarning tasavvuri oldida hali holva, ishonavering. Solaris filmida o'zga sayyoralik bitta planetaning o'zi edi. Kosmik Odyssey filmida esa sirli
qora to'rtburchak shaklida. Agarda koinotdagi hayot bu ekzotika bo'lsa-chi? Bo'lishi mumkin. To'rtburchak uchun biz umuman tushunarsiz shakldagi o'zga sayyoralikmiz. Lekin biz 21-asrda yashaymiz va o'zga sayyoraliklarni ko'rish uchun ksenobiologlarning laboratoriyasiga kirish kifoya. Ksenobiologiya bu bizning kundalik hayotimizda uchramaydigan va bizga notanish bo'lgan biologik tizimlarni o'rganadi. Ular hozirning o'zida yasalma hayotni yaratishga urinishyapti. Tanishing, bu Craig Venter, birinchi bo'lib genomni rasshifrovka qilgan odam va o'zining genomini ochiq internetga joylagan. Bu katta jasorat, chunki endi uning Alsgeymerligini hamma biladi. Lekin asosiysi bu emas. 2010-yili Craig yasalma kod bilan birinchi kletkani yaratdi. Uning DNKsiga Richard Feynmanning yarata olmaydigan narsamni tushunmayman degan so'zlari kiritilgan. Bu sizga kichkina burganing oyoqlarini otnikiga o'xshab taqalash emas. Bu ko'proq o'zi ko'payadigan fleshka yaratishga o'xshaydi. Bizda ham keraksiz genlar mavjud. Masalan, sizning otangiz tilini bunaqa qilib o'ray olsa, demak siz ham o'ray olasiz. Va boshqa qarindoshingiz quloqlarini mana bunday qilib, demak siz ham buni qila olasiz. Bu gen orqali avloddan avlodga o'tadi. Lekin biz ichimizda A, B, C, E vitaminlarni sintezlay olmaymiz. Boshqa hammasini sintezlaymiz. Aynan shu vitaminlarni sintezlay olmaymiz. Balki bizning DNKmizni o'zgartirish vaqti kelgandir. Uni avvallari faqat Xudo qila olardi. Mana shu yerda biz asosiy savolga kelamiz. Hayot o'zi nima? Bir-biriga qarshi keladigan yuzlab atamalar mavjud. Lekin shuni ishonch bilan ayta olamizki, hayot bu aniq o'lim emas. Kletka bu hayotning kichkina bir bo'lagi. Ular ham energiya talab qiladi va o'z-o'zini ko'paytiradi. Ular bo'linadi, evolyutsiya qiladi va atrof muhitning o'zgarishiga moslashadi. Lekin kletkaning ichida tirik hech narsa yo'q, faqat moddalar va kimyolik reaksiya. Xo'p, xohlagan tirik organizmning ichida DNK bor. Demak, hayot bu DNKdir. Faqat DNKdan iborat viruslar tashuvchilarsiz o'zlari hech nima qila olmaydi. Kletkaga tushgandan keyingina ko'payishni boshlaydilar. Yakka holda ular faqat biokodning bo'laklari hisoblanadi. Ular tirik emas. Unda hayot millionlab nusxalarda tarqaladigan informatsiyaning o'zidir. U holda biz sun'iy intellektni tirik deb hisoblashimiz kerakmi? U allaqachon evolyutsiya qilib o'zini takrorlash qobiliyatiga ega. Mana shu mashinalar va odamlar har bir yangi avlodda mukammallashib boradi. Sababi ular o'zlarining odamlar tarafidan yaratilgan virtual hayotlarida yashay olishlari kerak. Balki hayot bu qiyinchilikdir. Olis yulduzlar va tumanlarning tarkibi bizga ayon. U yerda faqat atom va molekulalar. Ular juda oddiy tuzilishga ega. Lekin shuncha koinotning ichida biz tirik kletkadan murakkabroq tuzilishga ega narsani topa olmadik. Ular shunchalik evolyutsiya qilganki, hozirda shu savolni beryapti. Mana sizga kletkalar. Bizning uglerodli miyamiz hayotning boshqa formalarini tasavvur qila olmaydi. Ammo biz uni ko'ra olamizmi? Masalan, u ham tushunarsiz. Balki u butun galaktika bilan teng bo'lsa-chi? Va biz o'zimizning bu hajmimiz bilan ularni ko'ra olmaymiz va gaplasha olmaymiz. Ammo hozircha astronomlar Yevropa va Enseladga zondlar tayyorlamoqda. Olimlar laboratoriyada DNKni yaratishga urinyapti. Odamlar esa o'zga sayyoraliklarni ko'ramiz deb 51-zonaga shturm qilyapti. Biz bu o'zga hayotni burnimiz tagidan ko'rishimiz mumkin. Sayyoraning olis janubida muzlikdan 4 kilometr chuqurlikda Vostok ko'li joylashgan. U millionlab yillar davomida tashqi muhitdan muzlar orqali himoyalangan. Agar u yerda hayot mavjud bo'lsa, u biznikiga umuman o'xshamasligi mumkin. Olimlar bizning muhitimizdan butunlay uzilib qo'ygan muhitda paydo bo'lgan hayotni topdilar. Bunday havoning har bir tufagi
yantar ichidagi pashshaga o'xshagan konservalangan artefakt bo'lishi mumkin. 2012-yilda birinchi marta u yerni teshib, muzlagan suv namunalarini olishga muvaffaq bo'lishdi. Bu muzda bizga tanish bo'lmagan bakteriyalar DNKsi aniqlandi. Ular geotermal muhitda yashaydigan bakteriyalarga o'xshab ketadi. Bu esa hayot quyoshning nurlaridan qat'iy nazar paydo bo'lishi mumkinligiga yana bitta dalil. Hozirda Vostok ko'liga kirishning final bosqichi amalga oshirilish jarayonida. Bu safar uni tagigacha o'rganishmoqchilar. Qiziq, bu yerda nima topishar ekan, a? Siz esa kanalga obuna bo'ling. Xayr.